Zapsni yoqib qo'ydim. Yana bir barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nasib etsa linzalar mavzusi haqida gaplashamiz. Xo'p, asosiy qoidalarni, ya'ni juda ham ko'p maydalashmaymiz. Eng asosiy bizga kerakli bo'ladigan qoidalarni o'zimiz uchun bilib olamiz. Xo'p, birinchi mana bu yig'uvchi linzadan boshlaylik. Eng asosiy qoidalar. Xo'p, yig'uvchi linza, mana bu yerga linzani joylashtiramiz mana. Yig'uvchi linza. Yig'uvchi linza demak nurni o'z nomi bilan yig'uvchi linza, ya'ni nurni yig'ib beradigan linza. Qanday qilib yig'adi? Bu yerda turli xil holatlarni ko'rib ketamiz sizlar bilan. Xo'p, mana shu yerda fokuslarni tasvirlab chiqaylik. Xo'p, keyinda mana bu har 4 ta katakchani bitta fokus deb olaylik. Mana bu bitta F. Mana bu 4 ta keyingi 4 ta katakcha mana bu ikkilangan fokus bo'ladi. Agar linzaning ikkala tomoni bir xil bo'ladigan bo'lsa, bu tomonda ham mana bu fokus va mana bunisi ikkilangan fokus bo'ladi. 2. Agar bu yerga biz biror bir buyumni qo'yadigan bo'lsak, xo'p, shuni o'zini kopiya qilib qo'yaylik va keyingilarga yana kerak bo'ladi. Xo'p, biror bir buyumni joylashtiramiz. Misol uchun, mana bu yerga biror bir buyum joylashtiramiz. Ana endi bu buyumdan demak linzada ta'sir hosil qilish kerak. Linzada endi bir nechta nurlar o'tishi mumkin. Bu nurlarni birin-ketin tasvirlaymiz. Xo'p, buni mana bu tomonroqqa joylashtiraylik. Bir nechta nurlarni tasvirlash mumkin. Xo'p, biz mana shu nurlarning barchasini tasvirlab ketamiz sizlar uchun. Xo'p. Birinchi nurimiz mana bu bosh optik o'q deyiladi. Mana bu o'rtadagi o'q linzaning bosh optik o'qi deyiladi. Mana bu linzaning markazi deyiladi. Linzaning markazini O bilan belgilab qo'yaylik. Xo'p. Ana endi bu buyum. Mana bu buyum. Demak, buyumdan biz bilamiz nur tarqatiladi, ya'ni tushgan yorug'likni qaytadi buyumdan va qaytgan nurlar turli yo'nalishda sochilishi mumkin. Shulardan bittasi, ya'ni nurni uchidan chiqadigan bitta nur mana bosh optikga parallel tarqaladi. Parallel tarqalgan nur har doim linzaning fokusidan o'tadi, chunki linza nurni nima qiladi? Yig'ib berganligi uchun mana bu fokusdan o'tadi. Va dalshi davom ettiramiz biz. Mana bu tomonga qarab davom ettiramiz. Mana bu linzani fokusidan o'tuvchi nur bo'ladi. Tushundingmi? Mana shu qoida bo'yicha ketaveradi. Xo'p, bu birinchi nur bo'ladi. Biz mana bu yerda birinchi nur deb qo'yaylik. Birinchi nur demak bundoq o'tdi, bu yoqda davom etdi mana. Xo'p, endi ikkinchi nur olamiz. Ikkinchi nur, xo'p, yana shu uchidan chiqaramiz va linzani markaziga to'g'rilaymiz. Linzani markazdan o'tgan nur sinmasdan dalshi o'tib ketadi. Bu qoida, linzani markazdan o'tgan nur hech qachon sinmaydi deb olamiz. Xo'p, mana shu yerdan o'tadi. Demak, bu nurimizni ikkinchi nur deymiz. Mana buni ikkinchi nur deymiz. Xo'p, uchinchi nurni qayerdan olamiz? Buni ikkinchi bu yoqda o'zi. Xo'p, uchinchi nurimiz xo'p, fokusdan o'tadigan nur, ya'ni buyumni o'zi tomondagi fokusdan o'tadigan nur, ya'ni mana bu yerdan o'tadigan nur va bu fokusdan o'tgan nur biz bilamiz mana bu linzaga tushgandan keyin bosh optik o'qqa parallel ketadi, ya'ni mana bu yo'nalish bo'yicha ketadi. Endi bu yerda tasvirlar ozgina kesishmadi shekilli. Qayerdadir chizmada ozgina xatolik ketgan bo'lishi mumkin. Shu uchun bular bir joyda kesishmadi. Odatda kesish kerak edi. Mana shu. Xo'p, uchalasi taxminan mana shu yerda nima bo'lyapti? Kesishyapti uni. Uchalasi taxminan mana shu yerda kesishyapti. Demak, kesishgan joyda buyumning tasviri hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda buyum tasviri hosil bo'ladi. Bu buyum tasvirini xo'p, mana bu buyumni o'zini h balandlik bilan belgilab olamiz. Buyum tasvirining balandligini esa katta h bilan belgilab olamiz. Bu belgilash o'zlaringizga bog'liq, farqi yo'q. Xo'p. Mana bu masofa esa, hop, buni boshqa rang bilan chizaylik. Yashil bilan chizamiz buni. Mana bu masofa buyumdan linzagacha masofa deyiladi. Ya'ni D masofa.
Xo'p, qolgani esa bunisini yana boshqa rang bilan belgilaymiz. Mana pushtiroq rang bilan. Mana bu masofa esa linzadan tasvirgacha bo'lgan masofa kichkina f harfi bilan belgilanadi. Mana bu belgilashlarga yaxshilab e'tibor beringlar. Tushunarlimi? Belgilashlarga e'tiborli bo'linglar. Mana bu kichkina d. Xo'p, demak d buyumdan, ya'ni mana bu buyum, buyumdan linzagacha masofa kichkina d deyiladi. Tushundikmi? Kichkina d. Buyumdan linzagacha masofa. Xo'p, mana bu linza, mana bu esa tasvir. Linzadan tasvirgacha masofa esa bu kichkina f bilan belgilanadi. Ba'zi kitoblarda a va b deb keladi. Endi ko'pincha d va f deb o'rganib qolganmiz. Xo'p, keyin e'tibor beringlar, mana bu 3 ta nurdan foydalandik. 3-nurda yozma ketibmiz mana bu yerda. Mana bu 3-nur. Xo'p, bu yo'nalishda keldi va mana bu yo'nalishda tarqalib ketdi. Mana bu 3-nur. Xo'p, mana shu 3 ta nurdan odatda foydalaniladi buyumlarning tasvirini yasashda. Xo'p, linzaning fokusini formulasi bor. Linza fokusi formulasi. Buni qora bilan yozib ketaveramiz. Xo'p, 1 taqsim f barobar. Endi buni keltirib chiqarishini ko'rib o'tirmaymiz. 1 taqsim d plus 1 taqsim f. Bu yupqa linza formulasi deyiladi. Nima uchun yupqa linza formulasi deyiladi? Sababi qalin linzalarga bu formula ozgina buzilish bo'lishi mumkin. Ya'ni aynan qochni tasvir masofalari aniqlik bilan chiqmasligi mumkin. Shuning uchun ham yupqa linza formulasi deyiladi. Yupqa linza degani mana bu o'zi linzalar bundoq qorni bo'ladi-ku, bu yig'uvchi linza. Mana shu qorni ingichka bo'lishi kerak. Tushundingmi? Agar mana bunaqa linza bo'ladigan bo'lsa, bunaqa linzalarga bu formula tochini tushmaydi. Tushundingmi? Shuning uchun yupqa linza formulasi deyiladi. Agar botiq linza bo'ladigan bo'lsa, bundoq bo'lishi kerak. Mana bular uchun o'rinli. Ya'ni qorni ko'p qalin bo'lmasligi kerak. Agar mana bunaqa linza bo'ladigan bo'lsa, bu botiq linzalar. Bu uchun ham bu formulalar tushmaydi. Tushundingmi? Yana nurlarning sochilishi juda ham farq qilganligi uchun tushmaydi. Demak, D masofamiz. Mana. D demak buyumdan buyum va tasvir. Buyum va tasvir orasida, buyum va linza orasidagi masofa. Xo'p, kichkina f demak linza va tasvir orasidagi masofa. Linza, tasvir. Xo'p, endi f ni bilamiz. F fokus masofa. Yozib ketaylik. Keyin birdaniga kanalga tashlab qo'yamiz. Xo'p, videoni ko'rib o'tirmasdan bemalol qayta shunchaki PDF ni ko'rib chiqsangizda ham ancha eslarga tushadi. Buyumdan linzagacha masofa kichik d, linzadan tasvirgacha masofa kichik f va fokus masofa katta f. Xo'p, endi bu formula ixtiyoriy linza uchun tushaveradi, faqat bitta ehtimollik joyi bor, bitta narsani hisobga olish kerak. Xo'p, kelinglar shu holatni endi sochuvchi linza uchun ko'ramiz birdaniga. Xo'p, boya olib qo'yganimizni mana bu yerga keltirib qo'yamiz. Mana shu yerga keltirib qo'yamiz. Xo'p, faqat mana buni o'rniga biz o'chirib tashlaymiz-yu. Xo'p, sochuvchi linzani keltirib qo'yamiz. Mana buni. Sochuvchi linzani qo'yamiz. Xo'p, demak bunga agar buyum qo'yadigan bo'lsak, bunga ham biror buyum qo'yamiz. Mana bu yerga buyum joylashtiramiz mana. Xo'p. Sochuvchi linza nurni sochib beradi atrofga. Xo'p, sochishini ko'ramiz, qanaqa sochar ekan. Birinchi bosh obtugoqqa parallel kelgan nur qayerga ketadi? Bosh obtugoqqa parallel kelgan nur bu birinchi nur. Xo'p, bu endi davomi fokusdan o'tadigan bo'lib sochilishi kerak. Buni pastrog'ini qora bilan chizamiz. Mana. Bu linzaning, ya'ni fokusdan o'tadigan qism davom bu, yani orqaga qaytadigan qism. Mana bundoq sochiladi deylik. Bu orqaga qaytadigan qism linzadan. Xo'p, sochilish davomi esa aynan
mana shu yo'nalish bo'yicha, ya'ni mana bu past rang bilan chizdim-ku. Mana shuni davomi bo'yicha sochiladi keyingi nur. Taxminan mana shundoq ketadi. Bu haqiqiy nur deyiladi. Mana shu birinchi nur haqiqiy nur deyiladi. Mana bu bir shtrix, ya'ni past bilan chizgan, past rang bilan chizganim bir shtrix, bu mavhum nur deyiladi. Ya'ni aslida bu nur mavjud emas. Shunchaki ko'zgu nima deydi? Ko'zgudan qaytgan nurga o'xshash narsa. Ya'ni tasvirni bizda shunchaki hosil qilish uchun ishlatiladi bu narsa, tamom. Lekin aslida bu nurni hech qanaqa bir nima deydi? Moddiylik tomoni yo'q. Mavhum narsa. Xo'p, ana endi ikkinchi nur bor. Ikkinchi nur mana bu linzani markaziga keladigan nur va har doimgidek bu yig'uvchi linza bo'ladimi, sochuvchi linza bo'ladimi, linza markazidan keladigan nur hech qachon sinmaydi deb olamiz yupqa linza uchun. Agar linza qalin bo'ladigan bo'lsa, buni yo'nalishi o'zgaradi. Shuning uchun yupqa linza formulasi deb aytamiz. Xo'p, bu demak tushayotgan nur, buni ikkinchi nur deymiz buni. O'sha rang bilan ketaylik. Mana bu ikkinchi nur va bu davomi mana bu tomonga sochilib ketyapti. Xo'p, endi bundan qaytgan nur ham bo'ladi. Ya'ni qaytgan nur qandoq bo'ladi desa, qaytgan nur shuni usti bilan yo'nalgan bo'ladi. Uni pachroq rang bilan chizaman. Yana ham pachroq rang bilan chizaman. Mana bu linza markazidan orqaga qarab qaytadigan nur bo'ladi. Tushundingmi? Mana shu qaytadigan nur mavhum nur deyiladi. Buni biz xo'p, ikki shtrix deymiz mana buni. Ikki shtrix deymiz. Endi e'tibor beringlar. Mana bu bir keldi va haqiqiy yo'nalishi mana bu bo'yicha sochiladi. Orqaga esa mavhum qismi ketadi va mavhum qismi mana bu fokus nuqtadan o'tishi kerak. Tushundingmi? Xo'p, ikkinchi nurimiz linzani markaziga keladi va bir qism nur mana bu linzadan sinmasdan o'tib ketadi, markazdan kelgan nur, va bir qismi mana shu yerdan orqaga qaytadi. Tushundingmi? Mana bu qaytgan nur bo'ladi. Mavhum nur deyiladi. Mana bu bir shtrix bilan mana bu ikki shtrix nurlar o'zaro mavhum nurlar. Mana shularni kesishish joyida mana bu yerda buyumning tasviri hosil bo'ladi. Tushundingmi? Buyum tasviri mana bu yerda hosil bo'ladi. Mana shu. Demak, buni biz nima derkanmiz? Tasvir derkanmiz. Mana bu buyum, mana bu esa tasvir. Xo'p, endi buni o'chirib tashlaymiz, bizga kerak emas, ha? Tasvir deyiladi. Xo'p, bu ham kerak emas, ha? Ana endi bu yerda D va F masofalarga e'tibor qaratasizlar. Mana bu masofa D bo'ladi. Mana bu masofa D, mana bu masofa esa kichkina F bo'ladi. Ya'ni linzadan tasvirgacha masofa. Tushundingmi? Kichkina D emas, buyumdan linzagacha masofa, kichkina F esa linzadan tasvirgacha masofa. Endi sizlardan masalalarda shu so'raydi. Masalalarda so'raydi. Xo'p, linzadan tasvirgacha bo'lgan masofani yo buyumdan tasvirgacha, buyumdan linzagacha va buyumdan tasvirgacha bo'lgan masofani so'raydi. Demak, mana bu yerga e'tibor beringlar. Xo'p, agar sizga buyumdan tasvirgacha bo'lgan masofani yig'uvchi linza uchun va haqiqiy tasvir uchun so'rasa, demak siz D bilan xo'p, F ni o'zaro qo'shib olishingiz kerak. Tushundingmi? Xo'p, mana sochuvchi linzada esa mana bu buyumdan tasvirgacha D masofa, xo'p, tasvirdan linzagacha masofa kichigi. Bu yerda buyumdan tasvirgacha masofani so'rasa, D dan F ni nima qilish kerak? Ayirish kerak. Mana bunaqa masalalar milliy sertifikatda bor va ularni sizlarga hozir bir 3-4 tasi bor edi, yaqinda eshitdik. O'shalarni yana qaytib sizlarga ham yechib ko'rsataman. Shu uchun diqqatli bo'ling shu yerga. Xo'p, keyin yana bitta narsaga e'tibor beramiz. Xo'p, men boyog'i mana bu yerdan birinchi nur keldi va bu yoqqa sindi dedim-ku. Bu yerda qaytish ham bo'ladi. Mana bu tomonga qaytish ham bo'ladi. Buni bir shtrix desak bo'ladi bizga. Markazdan kelgani ham mana bu yerdan bu yoqqa o'tib ketadi va ustidan qaytadigan nur bo'ladi. Bu ikki shtrix bo'ladi va uchinchisi ham xuddi shundoq. Bundoq tushib qaytsa, mana bu orqaga qaytadigan qism ham bo'ladi. Bu 3 shtrix bo'ladi. Qaytadigan nurlar bu mavhum nurlar deyiladi. Linzadan bu tomonga o'tgan nurlar esa haqiqiy nurlar deyiladi. Tushundingmi? Haqiqiy nurlar kesishidan hosil bo'lgan tasvir ham haqiqiy bo'ladi. Mana shu yerga e'tibor beringlar. Haqiqiy nurlar kesishidan hosil bo'lgan tasvir ham haqiqiy bo'ladi.
Mavhum nurlarni kesishidan hosil bo'lgan tasvir esa mavhum deyiladi. Shunga demak, tasvir qachon haqiqiy, qachon mavhum bo'ladi? Bu narsalarga e'tibor qaratish kerak. Demak, tasvir mavhum nurlar, ya'ni qaytgan nurlar evaziga kesishgan nurlardan hosil bo'lgan tasvir bo'lsa, bu tasvir mavhum deyiladi. Shunga qaytgan nur mavhum nur deb olamiz. Mavhum nurlar kesishdan olingan tasvir ham mavhum deyiladi. Shunga? Xo'p, ana endi va sochuvchi linzani mana bu fokus masofasi bor. Bunda ana yig'uvchi linzada kelgan nur fokusda yig'iladi-ku. Bunda kelgan nur sochiladi va davomi mana bu orqada, ya'ni mavhum nurlar orqali nima bo'ladi? Kesishadi orqada. Mavhum nurlar orqali kesishgani uchun mana bu fokusni ham biz mavhum fokus deymiz. Xo'p, endi shu yerda bitta narsani aytib ketamiz mana. Xo'p. Agar linza yig'uvchi bo'lsa, uning fokus masofasi musbat olinadi. Sizlar bilasizlar, buni optik kuch ham bor. Optik kuch formulasi 1/f. Xo'p, bu yerda optik kuch ham musbat bo'ladi. Yig'uvchi linza uchun. Va sochuvchi linza bu. Xo'p, bu sochuvchi linzada fokus masofa manfiy hisoblanadi. Mavhum bo'lgani uchun manfiy hisoblanadi. Tushundingmi? Optik ham xuddi shunaqa. D barobar 1/f. Endi f manfiy bo'lsa, D ham avtomatik nima chiqadi? Manfiy bo'ladi. Bu yerda ko'pincha masalalarda bizga mana buni modulni aytib ketadi. Sochuvchi linza uchun buni modulni aytib ketadi. Aslida sochuvchi linza uchun fokus masofa manfiy olinadi. Tushundingmi? Manfiy olinadi. Xo'p, keyin yana bittasi bu yerda mana bu tomonda davomdan yozib ketaman. Xo'p, agar tasvir haqiqiy bo'lsa, haqiqiy tasvir uchun kichkina f musbat olinadi. Haqiqiy tasvir bo'lsa, kichkina f musbat olinadi. Agar mavhum tasvir bo'ladigan bo'lsa, pastdan yozaylik. Mavhum tasvir bo'ladigan bo'lsa, bunda kichkina f manfiy olinadi. Mavhum tasvir. Kichkina f manfiy olinadi. Bizda endi mana odatda barcha linzalar uchun formulalar bir xil qilib berilgan. Ya'ni yig'uvchini haqiqiy tasviri bor. Yig'uvchi haqiqiy tasvir. Bu uchun formula 1/f barobar 1/d plus 1/f olinadi. Hammasi plusdan olinadi. Xo'p, nima uchun desa, mana bu yerda izoh berib ketamiz endi. Yig'uvchi linza uchun birinchi navbatda fokus masofa musbat. Xo'p, yig'uvchini haqiqiy tasvir uchun f ham musbat bo'ladi. Mana bu yerda yozib qo'ydik. F musbat bo'ladi. Shuning uchun barcha ishoralar plus, D ham plus, mana bu ham plus. Xo'p, endi yig'uvchini mavhumi bor. O'zi bu holatlarni ko'ramiz, qachon mavhum bo'lishini. Yig'uvchini mavhum tasviri bor. Mavhum tasviri. Unda bitta yig'uvchi bo'lgani uchun fokus masofa musbat olinadi. Mana bu fokus masofa musbat olinadi. Lekin mavhum tasvir bo'lgani uchun kichkina f manfiydan olinadi. Uni formulalarda to'g'rilab ketadi. Birdaniga 1/f barobar 1/d minus 1/f olinadi. Lekin bu yerda formula shundoq ko'rinishda yoziladi odatda. Lekin mana bu yerda f ni biz modulini olishimiz kerak. Tushundingmi? Modulni olishimiz kerak. Xo'p, chunki agar modulni olmasak, bu yerni plus qilib ishlash kerak-ku, keyin masalan shartda mana bu f ni minus deb baribir hisob kitob paytida minus ishorani keltirib chiqarishimiz kerak biz. Shu uchun bular odatda modulda bo'ladi. Keyin sochuvchi linza uchun bo'ladi. Sochuvchida doimiy bir xil tasvir bo'ladi. Sochuvchida doim mavhum tasvir hosil bo'ladi. Sochuvchida hech qachon haqiqiy tasvir hosil qilib bo'lmaydi. Agar boshqa muhitni ichiga tushirilsa bo'lishi mumkin, uni holat ham bor, lekin bizda endi odatda linzani quruq o'zi bilan sochuvchi linza bilan hech qachon haqiqiy tasvir olib bo'lmaydi.
Xo'p, haqiqiy ta'sir olib bo'lmasa, birinchi navbatda fokus masofa sochuvchi linza uchun nima bo'ladi dedik? Manfiy bo'ladi dedik. Mana sochuvchi uchun fokus masofa manfiy, shuning uchun mana buni oldiga minus ishora qo'yiladi. Mana minus ishora qo'yiladi. Xo'p, endi D masofamiz doim musbat olinadi va mana bu mavhum ta'sir sovchuvchi doim mavhum bo'lgani uchun mana bu kichkina f ham manfiydan olinadi. U shunchaki formulada mana bu yerda minus ishora bilan ishlanadi xolos. Minus 1 taqsim f deb ishlanadi, lekin bu yerda ham o'sha yuqorida aytganim, xo'p, mana bu modulda bo'lishi kerak. Tushundikmi? Xo'p, mana bu f ham modulda bo'lishi kerak. Bu B modul bo'lmaydi ishimiz. Ya'ni sizlarda masalan shartida aytsaki, sochuvchi linzaning fokus masofasi -12 santimetr deb bersa, sizlar masalalar ishlashda mana bu formulaga -1 taqsim f degan paytda u yog'i ketadi nuqta bir nima pastda ham -1 taqsim -12 yozmaysizlar. Tushunarli? Bu xato bo'ladi. Tushundingizmi shu yerda? Bu xato bo'ladi. Ya'ni fokus masofaning shartda agar manfiy bergan bo'lsa, ya'ni fokus masofating -12 santimetr bergan bo'lsa, siz mana bu formuladagi -1 taqsim f deganda bu yerda modulda f ni olib ketadi. Ya'ni hisob-kitob paytida bizda -1 taqsim 12 qolishi kerak. Ikkita minus birlashib +1 taqsim 12 bo'lib qolsa, bu nol qoladi, xato bo'ladi. Tushunarlimi? Mana shu qismiga e'tibor beringlar. Bular modulda hisoblanadi. Xo'p, ana endi tasvir hosil qilishda yana bitta narsa yig'uvchini mavhum tasvirini ham ko'rib ketamiz. Yig'uvchida qachon mavhum tasvir bo'ladi? Xo'p, boyagi narsani bu yerga yuklab olsak, ishlatamiz ekan. Yig'uvchida qachonki buyum f va 2f orasida turadigan bo'lsa, mana bu yig'uvchi. Xo'p, fokuslarni darrogina belgilab olamiz. Mana bu fokus, mana bu ham fokus deb olaylik. Ikkala tomonda bir xil fokus. Ikki xil fokus ham bo'lishi mumkin ikkala tomonda, shuni ham aytib ketaman. Xo'p, buyumni agar biz nolu, ya'ni linzani markazi bilan mana bu bilan f orasida qo'ysak, ya'ni mana bu yerga qo'ysak, buyumni bu yerda ta'sir hosil qilish uchun bu qoida qo'llaniladi. Nur to'g'ri boradi. Bir qism demak f dan o'tadi. Mana endi bu ayni fokusdan sinishi kerak. Uni to'g'ri o'tkazib yuboramiz buni. Mana shuni o'tadi. Xo'p. Ikkinchi nurimiz esa, xo'p, bu yerda mana birinchi nur o'tdi. Bu qaytgan nuri ham mavjud. Qaytgan nurini ham ko'rsatib ketaylik. Ya'ni bu u haqiqiy o'tgan nur bo'lsa, qaytgan nur mana bu orqada davom etadi. Tushunarlimi? Mana bu tomonga sochiladi. Ya'ni bu bir shtrix bo'ladi. Mana birinchi nur bo'ladigan bo'lsa, bu bir shtrix bo'ladi. Mana bir shtrix. Xo'p, ikkinchi nurimiz har doimgidek linzani markazdan o'tadi. Mana bu yerdan o'tadi. Va u mana shu yerda sinmasdan o'tib ketadi. Xo'p, e'tibor beryapsizlar. Mana bu nurlar, ya'ni linzadan o'tgan nurlar o'zaro kesishmayapti. Orasi borgan sari uzoqlashib boradi. Mana bu ora uzoqlashib boradi. Xo'p, lekin orqasi kesishadi mana bu bilan mana buni davom ettiradigan bo'lsa. Xo'p, endi bu yerda qaytgan nur nima bo'ladi? Ikkinchi nurni qaytgan qismi bor. Mana bu ikkinchi nur. Bu ikkinchi nur va mana bu ham ikkinchi nur. O'tgan nur. Xo'p, qaytgani bo'ladi. Buni qaytgani ustidan qaytadi. Uni sal pachroq bilan yozaman. Mana bu usti bo'ylab qaytadi orqaga. Tushundingmi? Va qaytgan nurlar mana bu yerda nima bo'lyapti? O'zaro kesishyapti. Mana shu kesishgan qismda buyumning mavhum tasviri olinadi. Mana. Ya'ni bu yerda haqiqiy nurlar kesishmayapti-da. Tushundingmi? Haqiqiy nurlar mana bu tomonga o'tib ketdi. Mana haqiqiy nurlar bu tomonga o'tib ketdi. Mavhum nurlar kesish, ya'ni ularning mantiqiy davomlari kesishyapti. Shuning uchun bu mavhum tasvir hisoblanadi bizda. Bu yig'uvchini mavhumi bo'ladi. Ya'ni mana bu tasvir nima? Mavhum bu. Esdan chiqmasin. Ana shu holatda mana bu ikkinchi formula ishlatiladi. Mana bu formula ishlatiladi. Mavhum tasvir uchun ishlatiladi. Xo'p, bu yergacha savollar yo'qmi? Xo'p, endi buyumda mana buni o'zini olib olaylik. Kopiya qilib olaylik mana buni.
Nafiyaga tashlan. Xo'p, bu yerda mana buyumni o'zini balandligi bor. Demak, hni biz buyum balandligi deymiz. Buyum balandligi nuqta qo'ydim. Xo'p, katta hni esa tasvir balandligi deb olamiz. Tasvir balandligi. Endi mana bu masofani D dedik biz. Mana D dedik. Mana bu masofani esa kichkina f dedik. Endi ikkita uchburchakka e'tibor beringlar, qaranglar. Belgilayman, yaxshilab e'tibor beringlar belgilashimga. Xo'p. Mana bu uchburchak bilan mana ko'ryapsizlar? Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchak o'zaro o'xshash uchburchaklar. Keling, buni bo'yab qo'yaylik mana. Kichkinagina qilamizda-yu. Bo'yab olamiz buni. Mana bu birinchi qism uchburchak va mana bu yoqda ham bo'yaymiz. Mana bu ikkinchi qism uchburchak. Mana shu ikkita sariq uchburchakchalar geometrik jihatdan o'zaro nima uchburchak hisoblanadi? O'xshash uchburchak hisoblanadi. Ya'ni o'xshash uchburchakning mos tomonlari nisbati o'zaro teng. Bizga aytadiki, buyumning kattalashtirishini toping deydi masalalarda. Xo'p, kattalashtirish. Linzaning kattalashtirishi. Buyumning debman, linzaning. Kattalashtirish. Xo'p, ya'ni buyum linza orqali qaralganda necha marta kattalashdi desa, endi hozir kichraygan bu. Mana o'zi ko'rinib o'tiribdi. Mana bu haqiqiy ta'sir, buyum mana bu tasvir. Kichiklashgan hozir. Umuman kattalashdi desa, demak formula K bilan belgilanadi. Ruscha kitoblarda mana bu ruscha G bilan ham belgilanadi. Endi bizada o'zbek adabiyotlarida K deb ketgan. Shuning kattalashtirishni K deb olamiz. Necha marta kattalashdi desa, misol endi mana bu h ni aytish mumkin. 10 santimetrlik buyumga qaradik. Bizaga 30 santimetr bo'lib ko'rindi. Lupada qarasak misol 30 santimetr bo'lib ko'rindi, katta bo'lib ko'rindi. Demak 3 marta kattalashdi. Demak, kattalashtirish topish uchun katta hni, ya'ni tasvir balandligini buyum balandligiga nima qilish kerak? Bo'lish kerak. Tasvir balandligi buyum balandligiga bo'linadi. Bu yerda o'chirib tashlaylik buni, bu kerak emas bizga. Xo'p, K barobar, demak katta h taqsim kichkina h deymiz. Bu yerda endi uchburchak o'xshashligiga asosan katta hning kichkina hga nisbati mos tomonlar nisbati mana. Mana bu hni, katta hni, mana bu hga nisbati mos tomon mana bu f masofani, mana bu mos tomon d masofaga nisbatiga teng bo'ladi. Mana shu kattalashtirish deyiladi. Ya'ni h barobar h taqsim kichkina h barobar f taqsim kichkina d desak bo'ladi. Ha, bundan ko'rinib qoldiki, demak kattalashtirish kichkina f taqsim d ga teng ekan. Ya'ni buyumni kattalashtirishi shunga teng ekan. Linzani kattalashtirish, yana buyumni deyapman. Ya'ni linzani kattalashtirish formulasi mana shu ekan. Biz mana bu bo'yicha ko'p ishlaymiz masalalarda, shuning uchun e'tiborli bo'linglar. Ma'lum? Bu bo'yicha ko'p ishlaymiz. Xo'p. Asosan mana shu formulalar, bu boshqa formulalar. Keyin mana bu linzani hosil qilish bo'yicha masala tushishi mumkin. Xo'p, ikkita sferani o'zaro kesishtiradi. Mana bitta sfera va kattaroq sfera, ikkinchi sfera. Ikkita sferalarni o'zaro kesishtirsak, deydi, mana bu kesishgan joyida nima hosil bo'ladi deydi? Linza hosil bo'ladi deydi. Buni rangini boshqa bilan qilaylik. Mana qilib qo'yamizmi? Bunday qilib qo'yamiz. Mana shunday qilaylik.
Xo'p, ikkalasini kesishgan qismi mana bu yer. Bu yerda endi shaffof muhit hosil bo'ladi deb olamiz. Mana bu ikkalasi kesishgan joyda shaffof muhit bo'ladi deb olamiz. Va bu muhit demak linza qismi hisoblanadi. Mana shu linza hisoblanadi. Tushundingmi? Xo'p, va boyagi yuqorida ko'rsatganimiz mana bu linzaning markazi deyiladi. Linzaning markazi deyiladi. Mana bu qism. Taxminan shu yer. Endi mana bu birinchi qismni markaz deyiladi O1. Xo'p, mana bu esa ikkinchi qismning markaz deyiladi O2. Buni yozaylik. O2. O1 bilan O2 ni o'zaro tutashtirsak, taxminan mana shu bo'ladi endi. O1 bilan O2 ni o'zaro tutashtirsak, mana shu linzaning o'zi aslida bosh optik o'qi deyiladi. Tushundingmi? Bosh optik o'q deyiladi. Mana bu yer birinchi linza, linzalarning markazlari. Mana bu linza markazi. Sfera markazlari. Xo'p, bunga asosan mana bu birinchi sferaning radiusi deyiladi. R1 masofa. Xo'p, mana bunisi esa ikkinchi sferaning radiusi deyiladi. R2 masofa. R2 radius. Va linza materialining sindirish ko'rsatkichi nimadandir tayyorlangan. Linzaning materiali bu yerda xo'p, fokus masofa formulasi 1/f barobar xo'p, n-1 ko'paytirilgan xo'p, 1/r1 plus 1/r2. Mana bu formuladan topiladi. Bu ham yupqa linza uchun ishlatiladi. Qalin linza uchun tushmaydi. Juda ham qalin bo'lib ketsa, bu formulada kamchilik paydo bo'ladi. Tushundingmi? Xo'p, agar bu demak vakuumdagi formulasi hisoblanadi. Bu vakuum uchun fokus masofani topish. Tepasida yozib qo'yaman. Vakuum uchun yoki vakuum yoki havo uchun desa ham bo'ladi. Agar muhit uchun bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sindirish ko'rsatkichi n bo'lgan muhitga kiritiladigan bo'lsa, mana bu sindirish ko'rsatkichi n marta kamayadi. Ya'ni formulada mana shu formulada bitta n muhit o'zgaradi bizda. Muhit bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi n da o'zgarish bo'ladi xolos. Ya'ni formulada n taqsim n muhit bo'lib qoladi formulada. Muhitga kiritilsa, bu mana bu 1/f nimani ham beradi? Fokus. Linzaning optik kuchini ham beradi. Mana bu yerda d deb ketsak bo'ladi. D teng desak ham bo'laveradi. Bu yerda ham xuddi o'sha gap. Mana buni d teng deb ketsak ham bo'laveradi. D teng 1/f va hokazo. Demak, sferalarning o'zaro kesishi natijasida hosil bo'lgan qism nima deyilar ekan? Linza deyilar ekan. Linzalarni sferalarni kesishi natijasida fazoda hosil bo'lgan sferik sir bilan chegaralangan shaffof jism linza deyiladi. Mana bu linzaning qo'shimcha formulalari bo'ladi. Bu bo'yicha masalar kelgan. Agar mabodo yassi linza berishi mumkin sizlarga, ya'ni bir tomoni yassi, bir tomoni qavariq bo'lgan linza berishi mumkin. Buni ham ko'rib ketamiz. Mana bunaqa linza berishi mumkin. Bunaqa linzada endi bitta qismni mana radiusini topsa bo'ladi. Mana bundoq ketadigan bo'lsa, mana bu bitta qismni radiusini hisoblasa bo'ladi. Mana bu R1 bo'lsa, xo'p, ikkinchi qismni radiusi, mana buni radius qayerga ketadi desa, bu ikkinchisi juda ham tekis bo'lganligi uchun buni radius cheksiz katta deb olinadi. Formulada 1/r bu 1/r2, ya'ni 1dan cheksiz katta songa bo'lsa, u 0 ga qarab boradi. Misol 1 ni 10 ga bo'lsak, 0.1, 1 ni 10 mingga bo'lsak, 0.0001 bo'ladi. Va hokazo. Ya'ni 0 ga qarab boraveradi. Juda ham katta songa bo'laversak, u holda mana bu formulada r 1/r2 ni hisobga olmaymiz. n-1 ko'paytirilgan n-1 ko'paytirilgan 1/r1 ning o'zi qoladi.
Tushundingmi? Mana bu formulada mana bu qismni 0 deb ketamiz biz mana. Mana bu qismni 0 deb ketamiz. Tushundingmi? Yoki xuddi shunga o'xshash yassi qavariq linza bo'lsa ham o'sha gap. Uni yassi botiq qavariq debmi? Yassi botiq linza. Mana bunaqa linza bo'lsa, bunda ham mana R2 ni cheksiz katta deb olamiz. Tushundingmi? Cheksiz katta deb olamiz. Xo'p, birinchi qism R1 ma'lum mana bundoq to'ldiradigan bo'lsangizlar, taxminan mana bu yerlarda radiusi bo'ladi. Mana bu R1 radius deb ketsak bo'ladi. Faqat R1 qoladi, R2 mavjud bo'lmaydi. Xo'p, ana endi oxirgisi linzalarda tasvir qachon qanday hosil bo'ladi? Endi bu yerda asosiy nur yasashni bilish kerak. Nur yasashni bilish kerak. Boyagi 3 ta nurdan foydalanib yasab ketaveramiz. Endi bitta namunaviy olib olamiz, keyin shuni kopiya qilib ketaveramiz. Masalan, yig'uvchi linza olamiz mana bu yerda. Mana bu yig'uvchi linza va buni fokuslarini ham belgilab olamiz. Har 4 ta katakchani bitta fokus deylik. Mana bu F, mana bu 2F. Tasvir yasashga e'tibor berasizlar, qayerlarni tutashtirish kerak. Xo'p, o'zlaringiz mana bu dars tugagandan keyin bitta matematik qog'oz olib, bu yerga yozib ketaversangiz ham, matematik qog'ozga yozib ketaversangiz ham bo'laveradi. Xo'p, birinchi holati buyum uzoqda tursin. 2F dan naridagi holatda turishini ko'ramiz. Xo'p, mana shuni ustida belgilaylik, chiziq bilan mos kelsin. Buyum mana bu yerda joylashgan. Xo'p, shuni endi kopiya qilamiz keyingilarga olib qo'yish uchun. Kopiya qilamiz. Xo'p, endi nurlarni tasvirlashni boshlaymiz. Birinchi holati, demak, nur tasvirlashdi. Har doimdek yuqorida aytdik, mana bu 3 qismdan bitta nur olamiz. Ingichkaroq olaylik. Nur olamiz, bosh obtugoqqa parallel ketadi. Bu ketgan nur fokusdan o'tadi. Siz doim tochni chizishingiz kerak, sizdan chiqarmang. Tochni chizish kerak, ya'ni fokusdan o'tadigan nur sinmay o'tadi dedik. Mana bundoq ketadi. Demak, bu mana nur bo'ldi. Ikkinchi nurda endi mana yashil bilan chizaman. Xo'p, bu linzaning markaziga keladigan nur. Linza markaziga keladigan nur sinmaydi. Mana uchidan chiqdi, linza markazidan o'tadigan nur sinmaydi. Xo'p, sinmasa taxminan mana shunday o'tadi mana. Demak, mana bu yerda buyumning tasviri hosil bo'ladi. Buyumning tasviri hosil bo'ladi. Ya'ni katta H. Bu esa kichkina H. Tasvir nima bo'ldi? Kichiklashdi. Bu yerda yozib ketamiz. Tasvir kichik. Tasvir haqida xulosalar. Tasvir xo'p, kichik ko'rinib o'tiribdi mana. Tochni chizsangizlar, tochni chiqadi javoblar. Tasvir kichik bo'ladi. Xo'p, endi qolganini yozib o'tirmayman. Mana bu haqiqiy nurlar kesishyapti. Mana linzadan o'tgan nurlar kesishgani uchun bu haqiqiy tasvir bo'ladi. Tushundingmi? Va teskari tasvirli ko'rinib o'tiribdi. Bunisini ham yozib o'tirmaymiz. Tasvir demak chappa ko'rinadi, kichik ko'rinadi va xo'p, haqiqiy bo'ladi. Chunki linzadan o'tgan nurlar kesishyapti. Shu uchun haqiqiy bo'ladi tasvir. Tushundingmi? Xo'p, ikkinchi holati. Ikkinchisini ko'ramiz endi. Mana buni 2 qilib qo'yamiz. Ikkinchi holat. Xo'p, ana endi buyumni mana bu tomonga 2F ga keltirib qo'yamiz. 2F ga keltirib qo'yamiz. Va nimalarni to'g'ri chizamiz. Birinchi nurda demak linzani bosh obtugoqiga parallel jo'natamiz. Birinchi nurni mana bundoq jo'natamiz. Va u fokusdan o'tadi. Bu yerdan o'tib ketadi. Bu o'tgan nur mana. Ikkinchi nurimiz linzani markazidan o'tadi dedik. Mana bu yerdan o'tadi.
va linza markazidan o'tgan nur sinmaydi mana. Sinmasa mana bu yerdan o'tadi. Xo'p, tasvir mana shu yerda hosil bo'ldi. Ya'ni buni mana bu yerda yozadigan bo'lsak, mana bu 2f ni o'zida hosil bo'lyapti, ko'ryapmiz-a? Mana bu h bo'lyapti. Xo'p, mana bu kichkina h. Endi e'tibor beringlar mana. Tasvir nima bo'ldi? O'lchami o'zgarmadi. Uni. O'lcham o'zgarmas ekan. Ko'rinib turibdi. Ana bu ham balandligi ikkita katakcha. Buni ham balandligi ikkita katakcha mana. Balandligiga e'tibor beringlar. Demak, kattalashtirish 1 ga teng-da. Hech qanaqasi kattalashmadi. 1 barobar kattalashmadi. Xo'p, demak, tasvir o'lcham o'zgarmadi deb qo'yamiz bu yerda. O'lcham o'zgarmadi. Qolgani o'zi aniq turibdi. Tasvir chappa ko'rinyapti. Va haqiqiy bo'lyapti tasvir. Nima uchun? Chunki o'tgan nurlarni o'zi kesishganligi uchun tasvirni bemalol biz qo'rqmasdan haqiqiy deymiz. Tushundingmi? Xo'p, 3-holati endi. 3-si. Bunga joylashtiramiz buni. Xo'p, 3-si. Ikkinchi holatimiz detang 2f dami? Ha, 2f ni ustida tursa. Mana ko'rinib turibdi, shu 2f ni ustidan chizmani o'zida ma'lum bo'lib turganligi uchun buni ortiqcha izoh yozib o'tirmayapman, yozuvchi qilib. Xo'p, keyingi holatimiz demak 2f dan bu tomonga qo'ysak nima bo'ladi? Ya'ni mana bu yerga qo'yaylik. Nima bo'lsa yuz beradi. Ko'ramiz endi. Xo'p, birinchi nurimizni demak mana bu bosh optik o'qqa parallel jo'natamiz. Har doimgidek mana bu yerga parallel jo'natamiz. Va bosh optik o'qqa parallel kelgan nur fokusdan o'tib ketadi. Mana bu yerdan o'tadi. Davom ettiramiz bu qolgan qismini. Taxminan mana shunday ketadi. Faqat o'sha o'tgan qismlarni to'g'ri tasvirlash kerak matematik katakchalarda. Xo'p, ikkinchi nurimiz linzani markaziga tushiramiz. Linzani markaziga tushgan nur sinmasdan o'tadi. Uch qismini ham to'g'rilaylik. Sinmasdan o'tsa, mana bu yoqlarda ketib qoldi. Taxminan mana shu yerda hosil bo'larkan. Mana shu yerda. Demak, tasvirda mana bu yerda kesishish sodir bo'lyapti. Demak, mana bu qismni ham davom ettirishimiz kerak ekan. Uzoqroq qilaylik menimcha. Bu yerda demak, mana bu qismda tasvir hosil bo'ldi, kesish qismida. Endi tasvir nima bo'ldi? O'ziga nisbatan ancha kattalashdi, mana bilinib turibdi. Bu katta h, bu kichkina h. Demak, tasvir kattalashdi. Kattalashdi. Hop. Bu kattalashtirishda hammasida formula bir xil bo'ladi. K teng h taqsim h deb ketaverasizlar. yoki f taqsim d deb ketaverasizlar hammasida. Tushundingmi? Formula bir xil bo'ladi hamma joyda. Keyin 4-holati buyumni fokusni o'zida qo'yish holati bor. Hop, mana bunga joylashtiramiz. 4-holati buyumni olamizda fokusni o'ziga qo'yamiz. Mana bu yerga qo'yamiz. Bu paytda nima bo'lsa yuz beradi. Birinchi nurimiz demak, har doimgidek bosh optik o'qqa parallel keldi va fokusga qarab sindi. Bu yerga qarab sindi va to'g'ri o'tib ketdi. Endi har 4 ta katakchani fokus deb ketyapman. Mana shunday o'tib ketdi mana. Ikkinchi nurimiz esa bosh optik linzani markaziga tushadi. Mana bu yerdan linzani markaziga va linzani markazida tushgan nur bilasizlar sinmaydi yana. Ochini qo'yaylik. Linzani markaziga tushgan nur sinmaydi. Mana bu tomonga o'tib ketadi mana. Endi bu yerga e'tibor beringlar mana. Ikkala linzadan o'tgan nurlar, ya'ni mana bu nur bilan mana bu nur o'zaro nima turibdi? Parallel turibdi mana, ko'rinib turibdi. Parallel turgan nurlar esa o'zaro kesishmaydi. Demak, kesishmaydi desa hech qanaqa tasvir hosil bo'lmaydi. Ya'ni buni orqa tomonga ham davom ettirsak bo'ladi mana. Orqa tomonga, mana bu yerni ham orqa tomonga davom ettirsak, mana bunday bo'ladi. Xo'p.
Bunisini ham orqa tomonga davom ettirish mumkin mana. Bunda ham kesishish sodir bo'lmaydi. Demak, tasvir hosil bo'lmaydi degan xulosa olinadi. Ya'ni tasvir yo'q. Tushundingizmi? Xo'p, o'zi bironma ko'rinadimi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Ha, bironma ko'rinadi. Ranglar undab qo'shilib ketadi. Misol, biror gulga qarayapsiz, linza orqali fokus masofaga taqab, gulni oldiga fokus masofa bilan qo'yadigan bo'lsangizlar, xo'p, misol boychechak bor, o'rtasi qora, ya'ni qora urug'i bor, nimasi bor, cheti sariq. Shuni fokusga to'g'rilab linzaga qarasangizlar, qora bilan sariq chaplangan bo'lib ko'rinadi. Tushundingmi? Aniq manzara hosil bo'lmaydi. Shuning uchun tasvir mavjud emas deb olamiz yoki mavjud bo'lsa ham cheksiz kattalashgan deb olinadi. Ikkala xulosa ham noto'g'ri bo'lmaydi. Tushundingmi? Demak, mana bu ikkita qaytgan nur o'zaro mavhum nurlar ham kesishmaydi. Haqiqiy nurlar ham, o'tgan nurlar ham kesishmaydi. Tushunarli? Xo'p. Va fokusdan ichkariga qo'yiladigan holat bor. Mana oxirgisi, xo'p, yig'uvchi linza uchun oxirgisi fokusdan ichkariga qo'yiladigan holat bor. Buni endi biz mayli, qayta tashlaymiz. Fokusdan ichkariga qo'yiladigan holat buni 5-holat deymiz. Hop, buyumni olamizda-yu, mana bu yerga qo'yamiz. Buni yanta ham ko'rgan edik. Hop, yana ham bir marta ko'rsatib ketamiz shu yerning o'zida. Demak, bitta nur bosh optikoga parallel keladi, ingichkaroq qilaylik. Bosh optikoga parallel va bosh optikoga parallel kelgan nur linzani fokusidan o'tadi va mana bu tomonga tarqalib ketadi. Demak, bu o'tgan nur deyiladi va buning mavhumiy qismi ham bor. Mana bu qism bu tomonga qarab sochiladi. Mana shu yerdan o'tadi. Xo'p, ikkinchi nurimiz bor. Demak, u bosh optik o'qqa linzaning markazidan o'tadi. Mana bu yerdan o'tadi. Linzaning markazidan o'tgan nur sinmaydi, bu tomonga ketadi, tarqaladi. Xo'p, buning davomi esa yuqorida davom etadi. Egri qoldi. Mana shundoq davom etib ketadi. Taxminan mana shundoq. Xo'p, endi bular kesishgan joy o'zaro nima bo'ladi endi? Xo'p, ta'sir hosil bo'lgan joy bo'ladi. Faqat qanaqa nurlar kesishyapti endi? Mavhum nurlar kesishyapti. Mavhum nurlar kesishgani uchun ta'sir ham nima bo'ladi? Mavhum bo'ladi. Mana bu katta H, bu kichik H. Endi linzaning haqiqiy yig'uvchi linzaning 0 va f oralig'ida turgan qiymatida buyum nima bo'lar ekan? Mavhum ta'sir orqali kattalashar ekan. Demak, mana bu umumiy 5 tadan olinadigan xulosa birma-bir diqqatli joylariga e'tibor qaratib ketinglar. Eng diqqatli joylari. Xo'p. Buyum mana bu f dan uzoqda turibdi, e'tibor bering. 4 ta holatda buyum f dan uzoqda turibdi. Bu yerda va mana bu yerda, uchinchisida ham f dan uzoqda, to'rtinchisida ham f da turibdi. Mayli, 3 ta holatda f dan uzoqda turibdi. F dan uzoqda turganda har doim tasvir haqiqiy nurlarning kesishdan hosil bo'lyapti. Haqiqiy. Tushundingmi? Demak, bu yerda xulosa nima olinadi? F dan uzoqda turgan har qanday yig'uvchi linzaning tasviri haqiqiy bo'ladi. Tushundingmi? Endi kattalash, kichiklashishini endi buni yodlash kerak, boshqa iloji yo'q buni, yodlamasa bo'lmaydi. Yodlash kerak yoki manzarani eslab qolish kerak. 2f chegara, f chegara. 2f dan mana bu yoqda turishi mumkin, ta'sir boshqacha bo'ladi. Mana bu oralda turishi mumkin, boshqacha bo'ladi. F ni o'zida turishi mumkin, boshqacha bo'ladi. Mana bu oralda tursa boshqacha bo'ladi. Demak, 4 ta holatni yodlash kerak. Xo'p, yig'uvchi linza uchun yoki manzarani ko'zga shundoq mixlab qo'yish kerak. Qayta ko'rish kerak bo'lmasa, PDF ni ham tashlab beraman buni. Xo'p, endi
Beshinchi holatga e'tibor bering. Ana endi e, buyumni o'zi fokusdan ichkariga qarab ketdi. Ya'ni nolga qarab yaqinlashib qoldi. Mana bu linza tomonga yaqinlashib ketdi. Fdan ichkarida bo'lsa, ta'sir nima bo'lib qoldi? Mavhum bo'lib qoldi bu. Mavhum bu. Tasvir mavhum bo'lsa, xo'p, demak qachon mavhum bo'ladi? Fdan ichkarida buyum qo'yilganda. Tushundingmi? Bizda aytsaki, xo'p va tasvir Fdan ichkariga qo'yilganga yarasha birinchi navbatda mavhum bo'lib, keyin kattalashib ketyapti. Bu har doim shundoq bo'laveradi. Agar mana bu kichkina hni mana bu tomonga qo'yib yuborsak, tasvir mana bu yerda kattalashaveradi battar. Ma'lum? Kattalashaveradi. Xo'p, shu yerda demak xulosani olish kerak. Mavhum kattalashgan. Tushunarli? Endi kattalashgani ko'rinib o'tiribdi. Buni ham yozib ketay. Mavhum kattalashgan. Bu to'g'ri tasvir. Demak, yig'uvchi linzada tasvir kattalashar ekan. Qachonki mavhum bo'lsa. Mavhum tasvir kattalashar ekan. Xo'p, hozir sochuvchini ko'ramiz. Sochuvchida shunaqa bo'lmaydi-da. Sochuvchida tasvir kichiklashadi, mavhum tasvir. Buni 6 deb ketsak ham xayr bo'laveradi. Mana buni 6 deb qo'yamiz, ha? 6 yulduzcha qo'yaman mana bu yerga. Ya'ni sochuvchi linzaga tegishli bu. Linzani endi sochuvchi qilamiz. Ya'ni mana bu qismlarni ham olib tashlaymiz biz ham. Xo'p, sochuvchi qilamiz. Bundoq qilamiz, bundoq qilamiz. Sochuvchi linzada buyumni mana bu tomonga qo'yamiz, yaqinroqqa qo'yaveramiz. Sochuvchi linzada doim bir xil ta'sir hosil bo'ladi. Buyumni kattalashtirsak ham mayli, xayr, mana bundoqroq qilaylik. Mana bundoq. Xo'p, endi nurlarni jo'natamiz. Bitta nur. Demak, bosh optiko'qqa parallel keladi va sochiladi. Qayerga sochiladi? Davomi fokusdan o'tadigan bo'lib sochilishi kerak. Xo'p. Endi biz buni mana bundoq qilamiz. To'g'rilab qo'yishimiz uchun birdaniga mana bundoq bo'lib sochilishi kerak. Tushundingmi? Mana shundoq. Xo'p, buni demak orqa qismi bu yoqda davom etadi. Bu tomonga qarab sochilib ketadi. Tushundingmi? Bunisi mavhum nur hisoblanadi. Bu haqiqiy nur mana bunisi. Xo'p, va ikkinchi nur linzaning markazdan o'tadi. Mana bu tomonga qarab sochilib ketadi. Markazdan o'tganda sinmaydi. Xo'p, va lekin bir qismi nima bo'ladi? Qaytadi. Nurni bir qismi qaytadi. Qaytgan nurni shuni ustidan chizaman. Pachroq nur bilan chizyapman. Mana bu tomonga qarab qaytadi. Ikkalasi kesishgan joyda nima hosil bo'ladi? Tasvir hosil bo'ladi. Mana bu tasvir. Bu tasvir doim nima bo'ladi? Kichiklashadi. Har doim kichiklashadi. Mana bu buyumni o'zini balandligi kichikroq narsa. Uni buyumni o'zini balandligi, mana bu esa tasvirning balandligi. Mana shu. Hop, bu yerda demak tasvir birinchi navbatda mavhum bo'ladi va eng kichiklashgani ko'rinib o'tiribdi. Sochuvchida har doim xulosa bir xil bo'ladi. Mavhum kichik bo'ladi va to'g'ri bo'ladi tasvir. Buyum qanaqa ko'rinishda turgan bo'lsa, tasvir ham o'shanaqa ko'rinishda turibdi. Ya'ni strelkasi tepaga qaragan bo'lsa, bunda ham tepaga qaragan. Xo'p, yig'uvchida faqat bir holatda mavhum bo'lar ekan, qachonki mana bu 0F oralig'ida tursa. Ularni yodlash kerak. Masalan, qo'shimcha yana ikkita video tashlab beraman kanalga. Bu yerdan tasvir hosil bo'lmaydi. Mana bu yerda tasvir mana chappa bo'ladi o'ziga nisbatan. Bunisida ham chappa bo'ladi, o'zi tepaga qaragan, buyum pastga qarayapti. Tasvir pastga qarayapti. Bu yerda ham mana buyum tepaga qaragan, tasvir pastga qarayapti. Teskari bo'ladi.
Xo'p, bularning manzaralarini yodlash kerak va joylashuvlarini ham yodlash kerak. Ham qayerda qanaqa joylashadi, tasvir qanaqa bo'ladi. Yoki bo'lmasam ko'zni o'zida eslab qolishga harakat qilish kerak. Endi bevosita masalalar ko'rsak bo'ladimi? Bir 4ta 5ta masala ko'ramiz, shu bilan yakunlaymiz imkon qadar. Xo'p. Endi sizlarga nimani ham qo'yib berib ketay birdaniga. Hozir zapsni o'chiraman, nazariy qism tugadi. Hop, 55 minut bo'libdi. Zapsni o'chiraman.